Turkiya Isroilni jiddiy ogohlantirdi. Mabodo Qatardagi kabi Turkiyaga ham hujum qilinsa, javob zarbasi beriladi. Polshaga dronlar hujumidan so'ng NATO Rossiyaga qarshi harbiy operatsiya boshlaganini e'lon qildi. NATO Yevropaning sharqiy qanoti mudofaasini kuchaytirish uchun Polshani qurollantirishni boshladi. Qirg'iziston sobiq prezidentining oilasi uyidan haydab chiqarildi. Meni shu yerda o'ldiringlar. Otamni davolatish uchun chet elga borishimga ham ruxsat bermaysizlar. Mamlakat ichidagi uyimni olib qo'yyapsizlar. Tolibon yana O'zbekistondan vertolyotlarni qaytarishni talab qildi. Mamlakatlardan ularni afg'on xalqiga qaytarishni so'raymiz. Putin o'lmoqchi emas, u umrini uzaytirishga oid loyihalarga ko'p pul tikmoqda. Bu ehtimol Kreml rahbarining insoniy qo'rquvlarini aks ettirayotgandir. Putin qarimoqda, ammo hali o'lishni istamaydi. To'liq tafsilotlar video davomidan o'rin olgan. Albatta doimgidek mehnatimiz uchun bir donadan like bosib qo'yishni unutmang. Unda biz to'liq videoni e'tiboringizga havola qilamiz. NATO Rossiya dronlarining Polsha hududiga kirishiga javoban harbiy operatsiya boshlaganini e'lon qildi. Missiyaga Daniya, Fransiya, Buyuk Britaniya va Germaniya qo'shilganligi ta'kidlanmoqda. Polsha havo hududiga Rossiya dronlari kirib kelganidan 2 kun o'tib, NATO Yevropaning sharqiy qanotini himoya qilish bo'yicha yangi rejasini e'lon qildi. Bu Rossiyaning Ukrainadagi urushi boshlanganidan buyon NATO tomonidan amalga oshirilgan ilk bevosita urush harakati sifatida qayd etildi. NATO Yevropaning sharqiy qanoti mudofaasini kuchaytirish uchun Polshani qurollantirishni boshladi. Mamlakat 38 ta amerikalik Abrams tanklardan iborat partiyani qabul qilib oldi. NATO hududining har bir qarichi himoyalanishini ta'kidladi. NATOning oliy harbiy qo'mondoni general Aleksus so'zlariga ko'ra, yangi operatsiya Boltiq davlatlaridan tortib Ruminiya va Bolgariyagacha bo'lgan hududni qamrab oladi. Rejaga ko'ra havo va quruqlikdagi bazalar o'zaro uyg'unlashtiriladi. NATO allaqachon Sharqiy Yevropada minglab askarlarni joylashtirgan, biroq qo'shimcha kuchlar soni ochiqlanmadi. Hozircha bu operatsiyadagi ishtirokini quyidagi davlatlar tasdiqladi. Daniya 2 ta F-16 qiruvchi samolyoti va bitta fregat bilan, Fransiya 3 ta Rafale samolyoti bilan, Germaniya 4 ta Eurofighter va Ispaniya havo kuchlari tomonlama yordam beradi. Britaniya esa yaqin kunlarda o'z hissasini e'lon qilmoqchi. NATO rejasiga ko'ra javoban Rossiya va Belarus o'z hududlari hamda Boltiq va Barens dengizlarida qo'shma mashg'ulotlarni boshlab yubordi. Kreml vakili Dmitriy Peskov G'arbni ortiqcha hissiyotlarga berilayotganlikda ayblab, Rossiya hech kimga tahdid solmayotganini ta'kidladi. Ammo so'nggi voqealar NATO va Rossiya o'rtasidagi qarama-qarshilik yangi bosqichga kirganini ko'rsatmoqda. Polsha ilk bor Rossiya harbiy texnikasini urib tushirganini ochiq tan oldi. Bu esa NATOning kollektiv mudofaa tizimiga qanchalik yaqinlashganini ko'rsatib turibdi. Shu bois kelgusi haftalarda Yevropa xavfsizlik muhitida keskinlik yanada oshishi, NATOning sharqiy chegaralarida kuchlar muvozanati o'zgarishi kutilmoqda. Anqara AQSh orqali Isroilni ogohlantirdi. Mabodo Qatardagi kabi Turkiyaga ham hujum qilinsa, javob zarbasi beriladi. Turkiya bosh shtabi rahbariyatiga Isroil bilan urush holatida turk qurolli kuchlari tomonidan Isroildagi strategik nishonlarning yangilangan ro'yxatini taqdim etdi. Unga ko'ra harbiy obyektlar, bazalar, muhim iqtisodiy uzillar va barcha Isroil portlari kiritilgan. Shuningdek, mojaro chiqqan taqdirda Turkiya uchun Suriyadagi Isroil kuchlari, jumladan Golan tepaliklari ham qonuniy nishonga aylanadi. Hukumat bosh shtab rejasini tasdiqladi. Unga ko'ra, Isroilning butun harbiy salohiyatini yo'q qilish bo'yicha tezkor va samarali harakatlar amalga oshiriladi. Anqaraning bu og'ir bayonoti Isroilning ijtimoiy tarmoqlar orqali Turkiyaga nisbatan bergan tahdidli chiqishlarga javob sifatida yangradi. Ayni paytda turk rasmiylari ta'kidlamoqdaki, Anqara hech qachon mojaro boshlanishini istamaydi, ammo har qanday tajovuzga keskin javob qaytarishga tayyor. Turkiya tahlilchilariga ko'ra, bu qadam Anqaraning mintaqadagi nufuzini mustahkamlash, shu bilan birga Isroilga diplomatik bosimni kuchaytirish maqsadini ham ko'zlaydi. Shu tariqa Turkiya harbiy jihatdan ham, siyosiy jihatdan ham o'z himoyasini ta'minlashga shay ekanini ochiq bildirib qo'ydi. Qirg'iziston siyosatidagi eng bahsli shaxslardan biri sobiq prezident Almazbek Atambayev nomi yana mojarolar markazida. Bu safar gap uning oilasi uyidan ayrilish haqida bormoqda. Qo'ytoshdagi saroy davlat mulkiga qaytarilyapti. Sud qarori bilan Atambayevning xonadoni musodara qilinib, oila a'zolari uyidan haydab chiqarildi. Sobiq prezidentning oila a'zolari bundan jiddiy norozi.
Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayev oila a'zolari Qo'ytoshdagi uyidan haydab chiqarildi. Bu haqda sobiq prezidentning o'g'li Qodir Atambayev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Bishkek tuman sudining qarori bilan 30 ga yaqin odam, jumladan politsiya vakillari saroyga kelgan. Qodirbek rasmiylarning harakatlarini noqonuniy deb atadi. Ular meni, onamni va oila a'zolarimni Qo'ytoshdagi uyimizdan, ajdodlarimiz zaminidan, barcha qarindoshlarimiz ton ma'noda 100 metr uzoqlikda ko'milgan yerdan noqonuniy ravishda chiqarib, bizni boshpanasiz qoldirmoqchi. Sud ijrochilari yetib kelishdi. Bu mutlaqo qonunbuzarlik. Shunga qaramay, sud ijrochilari yuqoridan kelgan buyruq bilan o'zlarining noqonuniy xatti-harakatlarini boshlashmoqda. Meni shu yerda o'ldiringlar. Otamni davolatish uchun chet elga borishimga ham ruxsat bermaysizlar. Mamlakat ichidagi uyimni olib qo'yyapsizlar. Kichik Atambayevga ko'ra, Davlat sotsial-demokratlar partiyasi qarorgohi va media forumni musodara qilmoqchi. Ushbu voqealarning silsilasi 2019-yilda Qo'ytoshda sodir bo'lgan hodisalarga borib taqaladi. O'shanda Atambayevning mulki muhrlangan edi. Ijro organi sobiq prezidentning uyini davlat balansiga olmoqchi bo'ldi. Sadir Japarov u yerda keksalar uchun muassasa ochamiz dedi. Hozircha xorijda bo'lgan Almazbek Atambayev sirtdan 11 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum etildi. Sud sobiq prezidentni davlat mukofotlaridan mahrum etish va mulkini musodara qilish bo'yicha qaror chiqardi. Hukm ustidan shikoyat qilingan ish hozirda Bishkek shahar sudida ko'rilmoqda. Tolibon yana O'zbekistondan vertolyotlarni qaytarishni so'radi. Afg'onistondagi Tolibon muvaqqat hukumati tashqi ishlar vaziri Amirxon Muttaqiy avvalgi hukumat ag'darilganidan so'ng Afg'onistondan O'zbekiston va Tojikistonga olib o'tilgan vertolyotlarni qaytarishga chaqirdi. Muttaqiy shuningdek mamlakatga nisbatan sanksiyalarni bekor qilish va Afg'oniston sharqidagi zilzila jabrlanuvchilariga yordam ko'rsatish zarurligini qayd etgan. Biz 4 yil oldin siyosiy o'zgarishlardan keyin bizning ayrim vertolyotlarimizni olib qo'shni davlatlarga topshirgan mamlakatlardan ularni afg'on xalqiga qaytarishni so'raymiz. Ular insonparvarlik operatsiyasida ishlatiladi. Nutqining boshqa qismida Muttaqiy Afg'onistonga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar masalasiga to'xtalgan. Uning so'zlariga ko'ra, ushbu sanksiyalar oqibatida joriy etilgan bank cheklovlari chet eldagi ayrim afg'onistonliklarga mamlakatga moddiy yordam yuborishni qiyinlashtirgan. Shu tariqa Muttaqiy xalqaro hamjamiyatni yana bir bor mamlakatga qarshi sanksiyalarni bekor qilishga chaqirgan. Afsuski, Afg'onistonga qarshi joriy etilgan adolatsiz va noqonuniy cheklovlar tufayli yurtdoshlarimiz zilziladan jabrlanganlarga yordam bera olmayapti. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston 2021-yilning avgustida Afg'onistonda amaldagi hokimiyat qulaganida mamlakatdan olib chiqib ketilgan harbiy vertolyotlarni mamlakatni hozirda idora qilayotgan Tolibon muvaqqat hukumatiga qaytarishga rozi bo'lgani haqida xabarlar tarqalgandi. Biroq O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Ahror Burxonov bunday xabarlarni rad etdi. Uning aytishicha, bu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Putin qaramoqda, ammo hali beri o'lmoqchi emas. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning siyosiy maydondagi uzoq yillik faoliyati haqida turlicha fikrlar aytiladi. Kimdir uni abadiy prezident deb atasa, boshqalar uning siyosiy umrini qachon yakunlanishini kutmoqda. Ammo so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Putin nafaqat siyosiy, balki biologik umrini ham uzaytirish yo'lida jiddiy sarmoya kiritmoqda. Rossiya ilmiy jamg'armasi so'nggi 5 yil ichida qarish va umrni uzaytirish bo'yicha tadqiqotlarni moliyalashtirishni 8 barobarga oshirgan. Agar 2016-2020 yillarda bunday yo'nalishda atiga 7 loyiha moliyalashtirilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib ularning soni 43 taga yetdi. Moliyalashtirish miqdori keskin oshgan. 2016-2020 yillarda umumiy 21 million rubl, taxminan 233 ming dollar ajratilgan bo'lsa, 2021-2025 yillarda bu raqam 172 million rublga, ya'ni qariyb 2 million dollarga ko'tarildi. Putinning bunday loyihalarni qo'llab-quvvatlashi Rossiya ichidagi siyosiy kontekstdan ajratib bo'lmaydi. 72 yoshni qarshilagan prezidentning nafaqat mamlakat boshqaruvidagi, balki shaxsiy hayotidagi
Rossiyadagi asosiy muammo vaqtning o'tishi. Siyosiy raqiblarni jilovlash mumkin, iqtisodiy tanglikni qisman yopish mumkin, ammo vaqtni to'xtatish qiyin. Shu bois Rossiya jamg'armalarida qarishga qarshi ilmiy izlanishlarning keskin ko'payishi oddiy tasodif emas. Bu ehtimol Kreml rahbarining insoniy qo'rquvlarini aks ettirayotgandir. Putin qarimoqda, ammo hali o'lishni istamaydi. Ayni paytda bu loyihalar ilmiy jihatdan qanday natija berishi noma'lum, ammo aniq bir haqiqat bor. Rossiya siyosiy maydonidagi abadiylikka intilayotgan Vladimir Putinning hayoti ustida ham vaqt tig'i osilib turibdi. Bizda hozircha shular. Voqealar rivojini aynan bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni, muhim xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Biz yana ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.